Yaxshi lokatsiyadan ishlab chiqarish qilish uchun arzonroq yer qidirayotgan aka-ukalarimizga zo'r variant chiqib qoldi ukalar. Erkin postini ko'pchilik biladi. Erkin postdan taxminan shu 2-2,5 kilometr o'tganimizda Xo'jamozor mahallasidan 5 sotuvli yer srochniy sotilyapti. Mahallani ko'rasizlarmi? O'zbekona chiroyli mahalla, kengligini qaranglar. Svet suv gazidan muammosi yo'q bo'lgan mahalladan mana shu xonadonimiz etek qismidan 5 sotuv yer srochniy sotuvga qo'yilgan. Kirib sharoitlarini ko'ramiz. Xudo xolisa, buni ishlab chiqarishga zo'r deganimni sababi 5 sotuvga yaqin yana zaxvat joyi bor ukalar. Olgan odam maza qilib. Kirib kelishdan boshlab tushuntiradigan bo'lsak, darvozadan kirib kelishimizga mana bu tarafda ko'rasiz devor bor. Masjiddan 4 metrli, 4 metr kengligida ko'cha beraman deyaptilar. Uy oldi tarafida 2,5 sotuv o'zlariga hovli qolar ekan. Hujjat bo'yicha 7,5 sotuvli hovli. Uzunligi berayotgan yerlarni aytayman. Uzunligi 24 metr, fasadi bo'lsa 21 metr razmerda bo'ladi. Tekis to'r burchak, cho'tki joy ko'ryapsizlar. Bu joyimizni ishlab chiqarish deganimiz sababi o'sha jiloy joy, yashasanglar ham bo'ladi o'zingiz uchun olib. Lekin ishlab chiqarishga deganim sababi devor yo'qda. Tez yo'rar poyezd bor ekan, hamma bilsa kerak, Zangitada. O'sha poyezd o'tar ekan. Shuning uchun ham ishlab chiqarishga zo'r variant davomli. Chegaraga keladigan bo'lsak, mana mana shu beton chegara bo'lyapti. Masjidgacha bo'ladi hovli. 21 metr, bunaqasiga bo'lsa 24 metr uzunlikda bo'ladi. Chap qo'lga qaraydigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, masjidda o'zida bir sotuvga yaqin, undan ham katta bo'lmasa, zaxvat joy bor. Mana shu joy bonus bo'lyapti. Kamiga mana shu devorlar orqasida 4-5 sotuvli yana joy bor, ukalar. Hozir ko'ramiz. Xudo xolisa, olgan odamchi masjiddan bir qo'yxona, tovuqxonami, bir molxonami qilib bemalol foydalansa bo'ladi. Lishni mana chorvachilik bilan foydalanaman deganlarga ham lishni mana bitta variant. Qaranglar, orqa tarafi. Xohlaylar bog' qilib qo'yinglar, xohlasanglar tovuq, mol, qo'y. Xohlaganingizdan qilsanglar bo'ladi. Bu tarafda bir sotuv, bu tarafda bir 4-5 sotuvli joy mana bonus, ukalar. O'tlargina qaranglar. Hammaning orqasi mana shunaqa uzun mana bog' bo'yatibdi, ko'ryapsizlar. Havo zo'r, yaxshi aylanadigan joy. Sotiga 15 ming dollardan startiy narx qo'yishgan, kelishadigan joyi bor. Shaharga har tomonlama qulay lokatsiyada. Ukalar, aloqaga chiqinglar, lokatsiya beramiz, kelib ko'rasizlar, egasi bilan to'g'ri savdolashsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar, mana shunaqa ishlab chiqarishga yaxshi lokatsiyadan arzonroq yer qidirganlarga tarqatib qo'yinglar. 15 ming startiy narxi bugungi kunda kelib savdolashsanglar, yana ham ancha arzon olsanglar bo'ladi.